Assalomu alaykum aziz obunachilar. Malibu katalizator ochganmiz akalar, o'rtasidan bo'linib ketgan va tepasi o'rni yonib ketgan akalar. Mashina bo'g'ilgan, chek yongan, rasli ko'paygan, bushlar har xil zaharli hidlar chiqqan va rangli, har xil rangli tutunlar xohlagan paytda xohlagan rangda tutunlar chiqargan holatlar kuzatiladi akalar. Mana shunaqa holatlar sizlarda ham mashinalarda kuzatilsa, mashina rasli ko'paygan, chek yonib qolgan yoki tabloda har xil zanaklar yonadigan, ABSga o'xshagan zanaklar yonib qoladigan holatlar yoki mashina siltanadigan, bo'g'iladigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, olinmaslik aloqaga chiqilib, podpiska lagat etgan gumlatinglar. Kuzatishda davom etinglar akalar. Malibu katalizator eng yaxshi katalizatorlardan biri, lekin vaqtga baribir bo'y katalizator eriydi, ko'rib turibsizlar, qanaqa yonib, chishxonaga qo'yganga o'xshab erib, teshib o'tib ketgan. Bularda probek 77 ming, ikkinchi Malibuda 91 ming. Kuzatishda davom etinglar akalar, aloqaga chiqinglar. Chilonzor 10 kvartal. Любой mashinaga katalizatorlar bor, yangi katalizatorlar deysizlarmi, рабочий katalizatorlar deysizlarmi akalar. Mana shu ko'rib turgan katalizatorlarimiz Hyundai, Kia, Xitoy mashinalariga ham katalizatorlar topiladi. Aloqaga chiqaverasizlar, shu podpiskalarimizga половина cena akalar. Podpiskalarga. Podpiskalarga atmayotgan